Alisher Usmonov yana sudda yutqazdi. Shukurullo Isroilov Zo'r TVdan haydaldi. Mirziyoyev va Lukashenkoga ularning ismlari tushirilgan Haqiqiy kiyimi topshirildi. O'zbekiston daryo suvi uchun Qirg'izistonga $240,000 to'lagani ma'lum qilindi. Farg'onada qizi bilan ishqiy munosabatda bo'lgan erkakdan $500 talab qilgan ota qamaldi. Sabzi to'g'raydigan uzoq kutilgan mahsulotimiz endi sotuvda. Ayollarimiz, uy bekalarimiz uchun ajoyib tanlov. Barcha sabzavot mahsulotlarini istalgan razmerda chiqarib beradi. To'y bazmlarda juda kerakli. Sabzi to'g'raydigan mahsulot narxi 177 ming so'm. To'lovni mahsulotni qo'lingizga olganda qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Shukurullo Isroilov Zo'r TVdan haydaldi. Qiziqchi Shukurullo Isroilov jonli efirda uyatsiz harakatlarni bajargani uchun Zo'r TVdan bo'shatilgani aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda joriy yilning 26-yanvar kuni ertalabdan salom ko'rsatuvi boshlovchisi Shukurullo Isroilov efir boshlanganini payqamasdan uyatsiz harakatlarni bajargani aks etgan video tarqaldi. Ushbu video tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'lganidan keyin so'z ustasi barcha muxlislardan kechirim so'rab, ushbu nojo'ya harakatlarni operatorga qarata qilganini aytdi. Noto'g'ri tushunmanglar, men pauza vaqtida operator bilan gap talashib qolganimdan keyin ushbu qiliqni qilgandim, deya izoh bergandi Isroilov. Norasmiy manbalarga ko'ra, qiziqchi aynan ushbu harakatlari uchun ishdan bo'shatilgan. Alisher Usmonov yana sudda yutqazdi. Milliarder Alisher Usmonov Yevropa umumiy yurisdiksiya sudida o'ziga qarshi sanksiyalarni bekor qilish bo'yicha da'vo arizasida yutqazdi. U Rossiya hukumatining Ukrainani beqarorlashtirish siyosatini faol qo'llab-quvvatladi, deyiladi Yevropa ittifoqi o'zining sanksiyalar qarorida. Yevropa sudi, shuningdek, Rossiya bosh vazirining sobiq birinchi o'rinbosari Igor Shuvalovning ham xuddi shunday shikoyatini rad etdi. Yevropa ittifoqi va uning Ukrainaning hududiy yaxlitligi, suvereniteti va mustaqilligiga putur yetkazuvchi harakatlar va siyosatlarni qo'llab-quvvatlovchi sifatida tavsifladi. Mirziyoyev va Lukashenkoga ularning ismlari tushirilgan Haqiqiy kiyimi topshirildi. Avvalroq O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Belarus yetakchisi Aleksandr Lukashenko Toshkentdagi Humo Arena sport majmuasiga tashrif buyurgani haqida xabar bergan edik. Prezident matbuot xizmatining xabar berishicha, Mirziyoyev va Lukashenko Toshkentning Humo va Ostonaning nomad xokkey jamoalari o'rtasidagi uchrashuvni tomosha qilgan. O'yin yakunida oliy martabali mehmonlarga ularning ismlari tushirilgan xokkey kiyimi topshirilgan. Ma'lum qilinishicha, Muz saroyidagi ushbu uchrashuv chuqur ramziy ma'noga ega. Aleksandr Lukashenko xokkey ishqibozi. U Belarusda ushbu sport turini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratib, o'zi ham bir necha bor muz maydoniga tushgan. O'zbekistonda ham sportning qishki turlari, shu jumladan xokkeyni rivojlantirish bo'yicha katta ishlar qilinmoqda. 2019-yilda davlat rahbari tashabbusi bilan Humo Arena ko'p funksiyali muz saroyi barpo qilingan edi. Toshkentning Humo jamoasi xalqaro va mintaqaviy musobaqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etmoqda. Xususan, Belarusning Grodno shahri Neman klubi bilan bellashib kelmoqda, deyiladi bu haqdagi xabarda. Tashrifning asosiy tadbirlari 8-fevral kuniga rejalashtirilgan. Farg'onada qizi bilan ishqiy munosabatda bo'lgan erkakdan $500 talab qilgan ota qamaldi. Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida tovlamachilik bilan shug'ullanib kelayotgan oila qo'lga tushdi. Bu haqda Millar dasturida xabar berildi. Ma'lum bo'lishicha, 2004-yilda tug'ilgan qiz Namangan viloyatidan Qo'qon shahriga ishlagani borgan erkak bilan ishqiy munosabat o'rnatib, u bilan ijaraga uy olib birga yashay boshlagan. Qizi noma'lum erkak bilan yashirincha yashab yurganidan xabar topgan ota farzandi bilan aynan shu erkakdan pul undirish rejasini tuzadi va oshiq yigitga qo'ng'iroq qilib, uni sharmanda qiluvchi ma'lumotlarni sir saqlash evaziga $500 miqdorida pul talab qilgan. Jabrlanuvchi esa Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasiga murojaat etadi. Shundan so'ng uddaburon ota va qiz qamoqqa tushgan erkakdan bo'nak sifatida 3,600,000 so'm miqdoridagi pulni olgan paytida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Holat bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Tergov harakatlaridan so'ng qizning otasi 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Uning qiziga esa ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi.
Aktyor Abror Tursunov vafot etdi. Kulol va Xurmacha filmidagi Xurmacha roli orqali shuhrat qozongan kinoaktyor Abror Tursunov vafot etdi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi ma'lum qildi. Madaniyat vazirligi marhumning oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildiradi, deyiladi bu haqdagi xabarda. Ma'lumot o'rnida kinoaktyor faoliyati davomida Chinor ostidagi duel, Suyunchi, Abdullajon, Kim Jinni, Ayollar saltanati kabi ko'plab filmlarda rol ijro etgan. U kinematografiya olamiga o'tgan asrning 70-yillarida kirib kelgan. Aktyor ilk bor Chinor ostidagi duel filmidagi Parpa roli bilan ko'pchilikning e'tiboriga tushgan. Ushbu muvaffaqiyatdan so'ng aktyor ijro etgan rollar soni orta boshladi. Abror Tursunov asosan kichik epizodik rollarni ijro etgan bo'lsa-da, ular o'zining hayotiyligi bilan tomoshabinlar olqishiga sazovor bo'lgan. U bosh rollardan birini maromiga yetkazib o'ynagan Xurmacha ertak filmi esa 90-yillarda ekran yuzini ko'rgan. O'zbekiston daryo suvi uchun Qirg'izistonga $240,000 to'lagani ma'lum qilindi. O'zbekiston va Qozog'iston daryo suvidan foydalanayotgani uchun Qirg'izistonga pul to'lamoqda. Bu haqda Qirg'iziston suv resurslari xizmati direktori Almazbek Sokiyevga tayanib Kaktus nashri xabar berdi. Sokiyevning aytishicha, O'zbekistondan o'tkazilayotgan mablag'lar yildan yilga ko'paymoqda. Qozog'iston har yili mablag' ajratadi, lekin buni bizga o'tkazmaydi. Biror bir ish bajaradi. Masalan, mamlakatlararo foydalaniladigan suv obyektlarini ta'mirlaydi. Kirov suv omborida katta mablag' talab qiladigan darvozani almashtirib berishdi. Har yili ta'mirlash ishlariga 179 million tenge sarflaydi, degan Sokiyev. Uning so'zlariga ko'ra, ayni damda Qozog'iston bilan bu kabi ishlarni bajarmasdan faqat obyektlarni saqlash uchun zarur bo'lgan mablag'ni o'tkazish bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda. Chunki biz o'z kuchimiz bilan ta'mirlaymiz. Pudratchilarimiz yo'q. O'zbekiston pul o'tkazmoqda. Ular har yili to'lanadigan mablag'ni ko'paytirmoqda. 2023-yilda $240,000 bergan bo'lsa, bu yil $280,000 to'laydi. 2025-yilda esa undan ham ko'proq bo'ladi. Ular ko'payadi. Ya'ni ajratilayotgan mablag'larning har yili o'sishi kuzatilmoqda, degan Qirg'iziston suv resurslari xizmati direktori. O'zbekistondan oqib o'tuvchi aksariyat daryolarning manbai Qirg'iziston hududida joylashgan. Qirg'iziston tog'liklaridan boshlanuvchi Sirdaryo, Farg'ona vodiysi, Toshkent va Sirdaryo viloyatlarida joylashgan qishloq xo'jaliklari, zavod va fabrikalarni suv bilan ta'minlaydi. Iqlim isib borishi oqibatida daryoni suv bilan ta'minlovchi muzliklar erib bormoqda. Qirg'iziston hukumati esa daryo suvining to'g'ri sarflanishini nazorat qilishiga, qo'shimcha gidroinshootlar qurishiga to'g'ri keladi. Qozog'iston va O'zbekiston shu sabablarga ko'ra Qirg'izistonga pul to'layotgan bo'lishi mumkin. Har bir ona va bola o'limi favqulodda holat deb baholanadi. Prezident raisligida ijtimoiy sohadagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tmoqda. Yig'ilishda prezident onalar va go'daklar o'limining oldini olish masalalariga alohida to'xtalib o'tdi. Har bir ona va bola o'limi favqulodda holat deb baholanadi va so'rov shunga yarasha bo'ladi, deya ogohlantirdi Prezident Sog'liqni saqlash vazirligi viloyat hokimlari, viloyat va tuman tibbiyot idoralari rahbarlarini, xorijdan mutaxassislarni olib kelib, eng avvalo ona va go'dak o'limi yuqori 20 ta tuman va shahardagi tibbiyot xodimlarini o'qitish topshirildi. Xavf guruhiga kirgan homilador va tug'ruq yoshidagi ayollar bilan ishlash protokoli yangilanadi. Tibbiyot brigadalaridagi 8,5 ming doya ilg'or tajriba asosida reproduktiv salomatlik va homiladorlar parvarishi bo'yicha o'qitiladi. Perinatal markazlar boshqaruviga xorijiy mutaxassislarni olib kelish, 229 ta tug'ruqxonani zamonaviy tibbiy uskunalar bilan jihozlash topshirildi.